Assalomu alaykum hurmatli aziz insonlar. Mana bugun Qozog'istonning Olmazor shahrida hayit namozi o'qib olindi. Inshaalloh bu yerda ajoyib ishlardan biri mana masjiddagi xodimlarimiz hayit namozidan keyin namozga yig'ilgan yoshlarni, bolachalarni masjidga to'plab mana bularga sovg'a salomlar berishmoqda. Juda ham ajoyib. Shunday ehson qiladigan iymonli insonlarni Alloh o'zi panohida asrasin. Bizni yurtlarimizda ham mana shunday ehsonlarni masjidlarda qilishga Alloh nasib etsin. Mana shu bolachalarni qanday quvonganliklarini Osmon o'tiradi. hamma dunyodagi bolalarimizga hayit muborak bo'lsin. Mana masjid xodimlarimiz to'xtovsiz sovg'a salomlarni olib kelishmoqda. Inshaalloh Alloh rozi bo'lsin. Mana shu qilgan ehsonlarni Alloh darg'asiga qabul qilsin. Yana sovg'a salomlar olib kelinmoqda. Inshaalloh Потом сказал, что вперед, иди. Alloh rizo bo'lsa, bolalar qursin. Bolalarni yuzdagi quvonchlarni ko'ring. Bayram desa bo'ladi. Bu Qozog'istonda qilinayotgan doimgi tadbirlarda inshaalloh